Hammaga salom. Bu videoni olish ideyasi spontandan kelib qoldi. Ko'zlarimda yosh, chunki tushimda rahmatli onamlarni ko'rdim. Qancha yil o'tmasin, qancha vaqt o'tmasin, baribir o'sha og'riq o'zgarmas ekan umuman. Tushimda og'ir momentlarni ko'rdim. Bilmadim, sizlar mani uchun oilamsizlar. O'shaning uchun sizlar bilan bo'lishgim keldi. 23 yoshman, bilasizlar. Yaqinda уже 24 ga to'laman, na dnях. O'zim anglab yetgan, o'zim tushunib yetgan faktlarni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bu как o'zimni 23 yoshli Muhadan послание bo'ladi deylik. Men tushunib yetgan narsalar eng asosiysi bu hayotda oilani qadriga yetish ekan. Вот именно oilani qadriga yetish. Chunki men haliyam qaysidir ma'noda onam oxirgi kunlarda yonlarida bo'lolmaganimdan judayam afsuslanaman. Judayam. Chunki men xohlasam ham o'sha payt meni yonlariga kiritishmagan. Lekin vaqtni orqaga qaytarib qo'yganimda men eshiklarni buzib bo'lsa ham politsiyani yonlariga kirib olgan bo'lardim. Просто ko'pchilikni ko'raman, ota-onasini qadriga yetmaydi. Ota-onangiz jinni bo'lsa ham bog'lab boqing degan gap bor va bu fakt. Qanaqa bo'lishlaridan qat'iy nazar ota-onalarni осуждать qilmaylik hech narsada. Chunki ular ham birinchi marta ota-ona bo'lyapti-da. Ota-ona bo'lib tug'ilishmagan, ota-ona bo'lib yashashmagan. Ular ham qanaqa tarbiya olishgan bo'lsa, qanaqa programmalar ularga yozilgan bo'lsa, o'sha programmalar bo'yicha sizni katta qilishadi va bunda ularni осуждать qilish kerak emas deb o'ylayman. Menda ham onamlar bilan qanaqadir problemalar bo'lgan. Bытовые problemada men rosa xafa bo'lardim. Hozir ishoninglar, o'sha momentlarni juda ham sog'inaman. O'shaning uchun hech qachon осуждать qilmanglar. Ketganlaridan keyin shunaqa sog'inar ekansiz, даже urishlarini ham. Вот, keyingi anglagan mani qarashim hech qachon vaqtinglarni yigitlarga bekor sarflamanglar. Chunki bu juda ham ko'p energiyangizni yeb qo'yadi, juda ham ko'p vaqtingizni olib qo'yadi. Faqat fokus o'zingizga qarating hayotda. Faqat va faqat. Ishlang, o'rganing, karyera qiling, lekin hech qachon begona odamlarga vaqtingizni sarflab qo'ymang. Bu qilgan eng katta xatolaringizdan biri bo'ladi.